Agar uyda kartoshka bilan non qolgan bo'lsa, uni tashlab yuborishga shoshilmang. Prikинь, men har kuni buni musirga tashiyman. Kartoshkani shunday artib, uni yaxshilab qarab olamiz. E'tibor bering, top-toza bo'lishi shart. Voy, jallod kartoshkani qanaqa to'g'riryapti bu onasini yepsan. Meni bunda qilsa onam ko'timga pichoqni tiqib oladi. Artib bo'lingan kartoshkalarni qirg'ich yordamida qirg'ichdan o'tkazib olamiz va undan so'ng ularni suvni yaxshilab siqib olamiz. Albatta har bitta uyda piyoz bo'ladi. Piyoz qayerdan keldi? Menda piyoz yo'q. Piyozni mayda qilib to'g'rab, uni kartoshkaga aralashtirib olamiz. Keyin Onasini yemsin. Ayollar, meni tuxumim yo'q. Menda faqat non bilan kartoshka bor. pishloqni qirg'ichdan o'tkazib qo'shib olamiz. Albatta. Menda sir yo'q. Faqat non bilan kartoshka. Undan keyin esa ukrop qo'shamiz. Jallod, nima men senga milliardermanmi? Tuz qo'shamiz. Ha, mayli, bu tuz-ku. Qo'shnilarda bo'lish kerak. Tuz va bir osh qoshiqda smetana. Smetanani oyimnikidan olamanmi? Menda faqat kartoshka bilan non. Hammasini aralashtirib, menga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Albatta podpiska bosaman, bo'lmasa aqlda ozaman. Non va kartoshkadan shuncha narsa. Ana endi yog'ni solib olamiz. Yog' qayerdan keldi? Tovog'imizda qizgan yog' ustiga tayyorlagan mahsulotlarimizni qo'yamiz va ularni yaxshilab qizartirib 5-10 daqiqaga qo'yib qo'yamiz. Smetana bilan lekin bomba bo'ldi. Mayli. Bir osh qoshiqda smetana bo'lsa bo'la qolsa. Ata ikkitasi pizdes.